Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan chumolilar haqida gaplashamiz. Chumolilar pardaqanotida turkma kirib ketuvchi hasharotlar hisoblanib, bular eng qadimgi hasharotlar sirasiga kiradi. Bularning tanasi shunaqangi tuzilganki, ular o'zlaridan 10 barobar og'ir bo'lgan yuklarni bemalol ko'tara olish xususiyatiga ega. Bunga sabab ularning tanasining 3dan 2 qismini shisha moddasi tashkil etadi. Chumolilarning bosh yirik, jag kuchli rivojlangan bo'lib, ular ko'kragi ikkita bel bo'g'im orqali qorin bilan bog'langan bo'ladi. Chumolilar yer ostiga ko'plab kamerali eng qurish xususiyatiga va xarakteriga ega bo'ladi. Bizning O'rta Osiyo cho'llarimizda keng tarqalgan chumolilardan o'rmon chumolilari, chopqir fayeton chumolilari, Qorabog' chumolilari va shirlikxo'r bo'lgan fir'avn chumolilari keng tarqalgan bo'ladi. Chumolilarning yana o'ziga xos bo'lgan qiziqarli faktlardan biri, ular o'z yurgan qadamlarini sanab borib kelishadi. Ya'ni chumoli o'z inidan chiqqandan so'ng oziq topgunigacha qadamini sanab boradi, so'ng topgandan so'ng orqaga yana shuncha qadam tashlab iniga yetib kelish xususiyatiga ega. Bu ularning o'ziga xos bo'lgan etiologiyasini ta'minlab beradi. Chumolilarning asalarilardan farqli tomoni shundaki, chumolilarni uchish qobiliyati yo'qolgan, ya'ni qanot rivojlanmagan bo'ladi. Faqatgina qanot erkak chumolilarda mavjud bo'ladi xolos. Ona chumoli esa bitta bo'ladi ularning oilasida.